Nima uchun endi mana shu shahvat, insonni xohishi, mayliga bo'lgan narsalar yo'q bo'lib ketmaydi? Nimaga yo'q qilib qo'ymadi Alloh? Agar Alloh buni yo'q qilib qo'ysa, odam farishtaga o'xshab qolar edi. Alloh buni qo'yib, buni yo'q qilib qo'ysa, ruhiy tarafni inson hayvonga o'xshab qolar edi. Shuning uchun ikkovini bor qildi. Farishtadan ham o'zgacha, tilsiz hayvondan ham o'zgacha alohida bir maxluqni Alloh yaratdi, bandasini yaratdi. O'zi aziz, mukarram qilib qo'ygan inson zotini yaratdi. Mana bu demak, bu taraf ham mu'tadil bo'lishi kerak. Misol uchun mana shahvat masalasini oldik. Odamlar shahvatga berilsa, yo'ldan adashib, shaytonning mayliga kirib, hop Allohni unutib qo'yishi bor ekan. Lekin shahvatni yo'q qilib qo'ysa nima bo'ladi? Yo'q qilib qo'ysa odam yashay olmaydi. Ovqat yeyish ishtahasi yo'q bo'lgan odam yashashi mumkinmi dunyoda? Mumkin emas. Jinsga shahvati yo'q odam bu dunyoda yashasa nima bo'ladi? Nasl qirqiladi. Odam zoti o'ladi, bir pasda tugab qoladi. Demak, bu kerak narsa. Kerakligi qachon? Mu'tadil ravishda tursa kerak. Shariat chizib bergan chiziqda tursa, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, hamma narsa kerak. Misol uchun g'azab yomonlaymiz. Yomon g'azab qanaqa g'azab? Haddan oshgan adolatsizlik g'azabi. Lekin haddida turgan g'azab kerak. Agar insonni g'azabi chiqmasa, bo'lib kelib so'ksa ham indamay turaveradi, ursa ham indamay turaveradi, dinini haqorat qilsa ham indamay turaveradi, u odamning odamligi qolmaydi. Demak, me'yorida, shariatning o'lchovida insonga, demak, hayotga muhabbat ham kerak, shahvat ham kerak, g'azab ham kerak, boshqa xislatlar ham kerak. Mana shu xislatlar hammasi mu'tadil ravishda shariat ko'rsatgan chegarada tursa, yaxshilikka xizmat qiladi. Ruhoniy qadr-qiymatlar esa doimo insonni yuqoriga ko'taradi. Ikkovi xuddi tarozining bir pallasi. Allohga erishaman, Allohning huzuriga ko'tarilaman degan odam mana shu ikki narsani shotishi bilan ko'tariladi. Bir taraf bilan emas. Mana u ham bo'lish kerak. O'sha insoniy Alloh taolo bergan xislatlari, demak o'sha g'azab kerakligicha kerak, shahvat kerakligicha lozim bo'lishi kerak. Boshqa narsalari ham bo'lmasa inson intilmaydi dunyoda. Ana shu ikki taraf bilan ko'tarilib boriladi. Buni Alloh taoloning o'zi joriy qilib qo'ygan. Shariatda o'lchovini qilib qo'ygan. Shuning uchun shaytonni gapiga kirmay, ig'vosiga uchmay, Rahmonning gapiga kirish kerak. Nasihatini olish kerak. Ta'limotini o'rganish kerak. Hayotga tatbiq qilish kerak.